رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. avvalambor alhamdulillah mana Robbimiz fazli bilan Makkani ne'mati bilan ne'matlanib turibmiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Va bu yerda ma'lumotni akamiz inshaalloh bergan bo'lsa kerak, kelyapti birozgina bo'lsa ham. Biz hayotimiz asosan qissoslik emas, Robbimga ibodat qilishlik bilan o'tishlik kerak. Robbimga ibodat qilishlikda qanday bo'ladi? Robbim azza va jalla o'z oyatida aytadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Estağfurullah. Barcha va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun, jin va insonlarni o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi Alloh taolo. Bu oyatni tafsirida sahobalar, ya'ni olimlar, ustozlar aytadiki, Alloh taolo insonlarni yaratishligi Robbisini tanishlik uchun yaratdi. Biz Alloh taoloning ma'rifatini bilishlik uchun yaratdik. Ya'ni biz oxiratimiz uchun, ya'ni ibodat qilishlik uchun yaratdik. Va biz Robbimizni tanisak, qanchalik Robbimizni tanirkanmiz, shunchalik ibodat qilamiz.